Assalomu alaykum. Meni podpischiklarim, obuna bo'lgan obunachilarimni niyatini oldim deyman. Bugungi ochirmamiz uy olishimiz bormi? Ko'ramiz, uy olamizmi? Qanday yo'l tutishimiz kerak? Nima qilishimiz kerak? Ko'ramiz. Uy olish uchun ochirim podpiska bo'lgan, like bosgan, obuna bo'lgan obunachilarimni niyatini oldim. Uy olish bo'ladimi shu yil, ko'ramiz. Kimlardir uy olishga harakat qilyapti. Ayrimlar olish arafasida turibdi. 2 yil ichida uy olishga muvaffaqiyatga erishadi. Ayrimlarimiz bor. Ayrimlarimiz esa qandaydir dokument ishlari hali yarim yo'lda qolib ketgan. Dokumentlik ishlari sabab hali to'liq dokument uylik bo'lmasligi mumkin. Ko'plar harakat qilyapti. 2 yildan 2 oy, 2 yilgacha tushyapti. Uy olishlar bo'ladi. Ko'plarni uyi hali chala bitmagan, bitishi ham tushadi. 6 oydan 1 yilgacha ko'plarni harakatiga bo'ladi. 6 oydan 1 yilgacha bo'ladi. Uy bitay deb qolganlar, uyga ko'chib kiray deb qolganlar ko'plar, lekin aldoqchilarga uchragan ko'rinadi, pulga tushgan ko'rinadi. Bu yerda juda ham ko'p katta summaga tushganligi chiqyapti. Uy masalasida ishonib uy olishga hissa qo'shganlar ularda yarim dokumenti chala, yarim yo'lda taylab ketib, moshenniklarga ham uchrab uysiz qolganlar ham bo'lyapti o'rtada. Hammaga ham ishonish kerak emas bo'lyapti bu yerda. Erkagimiz Shuster ekan. Endi makler deymizmi, nima deymiz? Uy oldi sotisi bilan shug'ullanganlar ko'pi o'zi uchun mana bu dokumentlarni ishlarini tushunmaydigan soddaroq insonlarimizni yaxshigina aldab foydalangan, uysiz qilib qo'ygan. O'sha insonlarimizga ham hali insof bersin deymiz. Ko'plar uylik bo'lyapti, ko'plar aldanib qolyapti. Dokumentlatsiya ishlari to'g'ri bo'lmayapti. Bu yerda janjallar bo'lyapti, urushlar bo'lyapti. Kimlardir qamalib ketyapti o'rtada. Dokumentatsiya ishlarida kimlardir qamalib ketyapti. Kimlar pul bergan, ololmaydi yotibdi. O'shanga ham juda katta janjallar bo'lishi mumkin. Qamalganlar ham o'rtada yo'q emas, bor. Uy oldi sottisida uyga endi qandaydir niyat qilayotgan, niyati sof insonlar ham bor. Uylik bo'laman, joylik bo'laman, o'zimning ham uyim bo'ladi. O'zim endi qanday xohlasam shunday yashayman, o'zim istaganimdek bo'ladi degan orzu xayollarga qilayotgan ayollarimiz ham bor. Orzusiga yetayotgan ayollarimiz ham bor. Bu yerda ko'rganimizdek, ayrimlarimiz ko'p moshenniklarga uchraganimiz sabab puldan ham mahrum bo'lgan. Bizda ayrimlari qamalib ham ketgan. Bu yerda ayrimlari qamalib ham ketgan deyapti. Pullarga kuyganlar, uysiz qolganlari ham bo'lyapti. Ular imkon qadar pullarini qaytarib olish uchun harakat qilyapti, lekin u pullarni ola olmaydi o'zi. Aldanib qolgan insonga chora ko'rilgan. Endi u odam pulni qaytarib berishga ham imkoniyati yo'q. Bular juda ham tupikka kirib qolgan insonlar. Asabiylashish, stressga tushish, kimlardandir ishongani uchun g'azabda, endi odamlarga ishonmay qo'ygani bo'lyapti. Ayrimlar xursand, 2 oy ichida yoki bo'lmasam 2 yil ichigacha uylik bo'lgan ayrim odamlarimiz ham bor, shodlikda, xursandchilikda. Lekin bu yerda ko'proq aldangan insonlarimiz ko'p chiqdi. Aldangan inson, dokumentlari to'g'ri bo'lmagan insonlar ko'p chiqyapti bu yerda. O'sha sabab qamalganlar ham bor. Qamalganlar yo'q emas, qamalganlar ham bor. Uylik bo'lganlar, ayrimlar uylik niyatiga yetgan, xursandchilikda bo'ladi. Ayrimlarimiz asabda, g'azabda,
janjalda ayrimlarimiz shu janjal bilan bog'liq ishlarimiz ko'p tushyapti.